alaykum kanalimiz tomoshabinlari. Sizlarga bugun o'tgan yili 2024-yilda matematikadan tushgan majburiy savollarni ko'rib o'taman. Birinchi savol. Kubning qirrasi 2 ga teng. Kub hajmini toping. Kubni qirrasi a kubga teng, ya'ni qirrasini uzunligini kubga ko'tarsak yetarli. 2 ni kubi, ya'ni 8 ga teng bo'ladi. Ikkinchi savol. Kubning qirrasi 2 ga teng. Kubning to'la sirtini toping. To'la sirtini formulasi 6a kvadrat bo'ladi. Mana s teng 6a kvadrat. A'ni o'rniga, ya'ni qirrasini uzunligini qo'yamiz. 2 ni kvadrati 6 ko'paygan 4, ya'ni 24 ga teng. Uchinchi savol. Mana bu ifodani soddalashtiring deyilgan. Qavslarni ochib chiqamiz. Mana bu qavs oldida minus borligi uchun a'ni oldi minus, b'ni oldi ham minus bo'lib ochiladi. Hop, endi qarang. B va B. Hozir mana bu yerdan qalamni olib olsak, mana bu B va B'lar yeyishib ketadi. A va minus A yeyishib ketib 8 ni o'zida qoladi. Javob 8 ekan. Keyingisi tenglamani yeching. Hop, kasrlarni alohida qilib oldik va butun sonlarni o'ng tomonga jamlab oldik. Mana bu plus 2 o'ng tomonga minus 2 bo'lib o'tdi. Mana bu ifoda esa chapga minus bo'lib o'tdi. Mahraj bir xilligi uchun suratlarni ayirib qo'yamiz. Demak, 7 dan 6 ni ayirsak 1 taqsim x plus 1 teng. Mana bu 3 dan 2 ni ayirsak ham 1. X plus 1 bundan 1 ga tenglik kelib chiqadi va x teng 0 bo'lishi kerak edi. 2 chiqib qolibdi. 0 bo'ladi. 1 dan 1 ni ayirsak 0 bo'ladi. To'g'ri javob yo'q ekan. Endi kimdir tergan bu savollarni, albatta adashib ketgan bo'lishi mumkin. Keyingisi mana shu oddiygina kasrlarni ayirish kerak. Hop, umumiy mahraj 6 berib olamiz. Birinchisiniki 6 turaveradi. Mana bu 3 dan 1 ga 6 mahraj bersak 6 dan 2 bo'ladi. Mana bunday. Keyin e'tibor bersangiz, mana 1 dan 2 ni ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu 2019.1 ni maydalab suratga 6 qo'shib olasiz. Ya'ni 1 ni maydaladim deganingiz, mana bu 1 ga 6 qo'shib olganingiz. 19, 18 bo'ldi. Bir qaz oldik. 2018.6 dan 7. Ana endi ayirsak, 7 dan 2 ni ayirsak 5. Butunlarni ayirsak 1.6 dan 5 ga teng ekan. Mana bu to'g'ri javob bo'ladi. Faqat javob noto'g'ri kasr bo'lishda turibdi. Ya'ni 1 ni 6 ga ko'paytirib 5 ni qo'shsak 6 dan 11. Mana bu ko'rinishda turibdi. Keyingi savol. Teng yog'li uchburchakning uchidagi burchak 64 gradus bo'lsa, uchburchak asosidagi burchakni toping. Bu juda oson. Teng yog'li uchburchak mana bu uchidagi burchak 64 gradus bo'lsa, mana bu asosidagi burchaklar ikkisi ham bir-biriga teng yog'li uchburchakga teng bo'ladi. Barcha burchaklar yig'indisi esa 180 gradus bo'ladi. Shundan kelib chiqib 180 dan 64 ni ayirib 2 ga bo'lishimiz kerak. 116 bo'lingan 58 gradus. Demak, javob 58 gradus ekan. Yettinchi savol. Mana bu ifodani qiymatini topish kerak. Minus 3 ni minus 4 ko'paytirsak plus 12 bo'ladi. Mana ko'paytirib oldik. Ana endi tartib bilan qo'shsak. Minus 14 ga 12 ni qo'shsak minus 2. Minus 2 ga 3 ni qo'shsak 1 bo'ladi. Kubning tomoni 9 cm teng, uning to'la sirtini hisoblangan. Avvalroq ham uchraganda formula 6a kvadrat bo'ladi. Yana kubni tomoni 9 bo'lgancha mana a'ni o'rniga 9 ni kvadrati 81. 6 ni 81 ko'paytirsak 486. Mana bu javob to'g'ri. Noma'lum x burchakini toping. Mana bu x burchakni topish kerak. Mana bu belgi, mana bu ikkita qora belgi, ikkita tomon tengligini bildiradi. Agar ikkita tomon teng bo'lsa, ularning qarisidagi burchaklar ham teng bo'ladi. Mana buni qarisidagi burchak x, bu tomon BC ni qarisidagi burchak mana bu ham
Keyingi savol. Qutida 6 kilogramm shokolad bor. Har bir shokolad og'irligi 300 gramm bo'lsa, qutida necha dona shokolad bor? Albatta 6 ni grammga aylantirib olamiz kilogrammni va keyin bo'lsak yetarli 20 chiqadi. Juda oson. Tasma 7 bo'lingan 9 nisbatda bo'lindi. Kichik bo'lak uzunligi 112 sm bo'lsa, katta bo'lak uzunligini toping. Demak, bir bo'lak kichik bo'lakni 7x desak, katta bo'lakni 9x bo'ladi. Demak, kichkina bo'lak uzunligi 112, ya'ni 7x 112. Bundan x 16 ekani kelib chiqadi bo'lsak, katta bo'lak esa 9x edi. Shuning uchun x ni o'rniga 16 ni qo'ysak, 144 chiqadi. Javob 144 santimetr. Oddiygina hisoblash. 5 ni -2 ga ko'paytirsak -10. Minus 5 plus 5 bo'lib ochiladi qavs. -10 ga 5 ni qo'shsak -5, -5 ga 7 ni qo'shsak 2. Javob 2 bo'ladi. Agar bo'yalgan kvadratning yuzi 16 cm kvadrat bo'lsa, muntazam oltiburchak perimetrini toping. Agar mana bu kvadrat, bo'yalgan kvadrat yuzi 16 bo'lsa, demak tomoni 4 ga teng bo'ladi. Hamma tomoni kvadrat. Bu holda mana bu oltiburchak tomoni ham 4 bo'lib qoladi. Bundan 6 ta bor perimetrini topish uchun 6 ni 4 ga ko'paytiramiz, 24. 100 ta chittak 100 kunda 100 kilogramm dona yeydi. 10 ta chittak 10 kunda necha kilogramm dona yeydi? Mana shunga o'xshagan masallarni 5 miqdor qoidasi bo'yicha yechamiz. Mana bu yechilish kerak bo'ldi. Uzr. Mana 100 ta chittak 100 kunda 100 kilogramm dona yesa, 10 ta chittak 10 kunda x deb yozib olasiz. Va mana bularni 100 ni 10 ga nisbatiga ko'paytirasiz. Mana bu yerga qarang. Va 100 ni x ga nisbatiga shu teng bo'ladi. Demak, mana bu 110 chiqadi. Mana bu ham 10 chiqadi. Ko'paytirsak 100. 100 taqsim x teng 100. Bundan x teng 1 ekani kelib chiqadi. Javob bitta. 1 kilo dona. 15. Azizning 25 ming so'm puli bor edi. Azimning esa 17 ming so'm puli bor. Aziz pulining necha foizini Azimga bersa, ularning pullari teng bo'ladi. Mana qarang, 25 mingni qanchadir foizini ayirib tashlayapmiz. Qanchadir foizini olib, uni xuddi shu narsani mana bu keyingi bolaga qo'shib qo'yamiz. Teng bo'lishi kerak shunda. 8 ming teng 50 ming x, ya'ni mana x dan 10 tomonga olib o'tdik. Plus bo'lib o'tganda 25 ming 50 ming bo'ladi. 25 mingdan 17 ming ketsa esa 8 ming. X ni topish uchun 8 mingni 50 mingga bo'lish kerak. 8 taqsim 50 chiqadi. Buni 10 likasiga aylansam 0,16. Bu degani 16% ga teng degani. Ovqatga idishdagi yog'ning 7% solindi. Agar idishda 9000 gramm yog' bo'lgan bo'lsa, ovqatga necha gramm yog' solingan? Demak, 9000 gramm 7% ni topishimiz kerak. Buning uchun 9000 ni 0,7 ga ko'paytirish kifoya. 630 chiqadi. Jadvaldagi ma'lumotlar asosida mahsulot xaridi uchun qancha so'm ketganini topish kerak. Mana bu jadvalga qarang. Kartoshka narxi 3000 so'm, 5 kilo olingan. Piyoz 4000 so'm, 4 kilo olingan. Karam 7000 so'm, 3 kilo olingan. Barcha pullarni qo'shamiz. Mana 5 kilodan 3000dan 5 kilo kartoshka, 4000dan 4 kilo piyoz va 7000dan 3 kilo karam. Ko'paytirsak 15 ming, 16 ming, 21 ming, jami 52 ming bo'lar ekan. 19-savol. 18 biroz bo'yalib ketgan ekan, shuning uchun aniqlay olmadik savolni. Shunga tashakkur. X ni toping. E'tibor bering, mana bu beligi 90 gradus bildiradi. Mana bu tomon ham 90 bo'lishi kerak. Qo'shni burchaklar 180 chiqishi kerak. Demak, mana bu barcha x 2x 3x qo'shsak 90 gradus chiqishi kerak. 6x teng 90. X topish uchun 96 ga bo'lsak 15. Demak, x 15 ekan. Bu yerda 30 deb belgilab qo'yish
tushgan xato bu. Mehmonxonada 7 ta bo'sh xona bor. Shu xonalarga 3 ta mehmonni necha xil usulda joylashtirish mumkin? Bu mana bu qoidaga tushadi. O'rinlashtirish A 7 ta elementdan 3 tani. Bu odatda 7, 6, 5 bo'lib hisoblanadi. Agar 4 ta mehmon bo'lsa, mana 5 dan keyin yana bitta son